Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Thursday, October 31st, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 107. And the topic of today's lesson is It's Too Small. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, madam. Madam, or ma'am. Ma'am. Number 2, lady. Lady. Number 3, as well. As well, or two. Two. Number 4, suit. Suit. Number 5, pretty. Pretty. Number 6, smart. Smart. Xo'sh, savodishlar, yuqorida yangi so'zlarningki o'qilish ahvolini ko'rdik, ma'nolar bilan tanishib chiqsak qarang. Number 1, madam. Madam degan xonim degan gap ma'amga o'xshab turadi. Siziqning keyiniga, yanto siziqning keyiniga ma'am deb yozib qo'yibman-ku. Yig'ilishiga diqqat qiling. Bir dona ustidagi pash orqali, ya'ni ustidagi pash orqali og'rilib turdi. Juma hargiz biroqlam qo'shib yozmaydi. Ma'am degan so'zni demoqchi. Okay? Ma'am o'xshab turadi ikkisiningki. Faqat madam degani sal ko'nicha atilishi, masalan, an'anavicha deylik. Ma'am degani mana yangi zamoncha atilishi. Okay? Xonim degan gap hurmat so'zi. Masalan, xonim kechirim, xonim undaq deb xonim deb chaqirib turib ishlatganda ishlatadigan so'z demoqchi. Hurmat so'zi deb shuni demoqchi. Okay? Madam, ma'am, xonim. Number 2, lady. Bu xonim degan so'z, lekin hurmat so'zi emas. Chunki masalan birisini lady deb chaqirib turib unda ishlatadigan so'z emas demoqchi. Bu odatdagi bir so'z. Masalan, ayat bir xonim turdi deb qo'yamiz, masalan, there's a lady standing there degandekchi. Okay? Madam, ma'amga o'xshatib olmayli, lady ni demoqchi. Garchi o'xshash tarjima qilsaqmi, ishlatadigan o'rni o'xshamaydi demoqchi. Okay? Number 3, as well. Qarsangiz, yanto siziqning keyiniga to deb yozib qo'yibman. Yodingizda bor, to ni bilasiz. Masalan, bir odam I like ice cream desa, siz qo'pib I like ice cream too desangiz qanda, menmu marojni yaxshi ko'raman degan gap, marojnini yaxshi ko'raman. Demakchi, men yerda to ni ma'nosi nima? Mu. Menmu degan muchu. Siz marojnini yaxshi ko'rsangiz, menmu yaxshi ko'raman degan mu demakchi. As well ningki ashunga o'xshab turmaydi demakchi. Masalan, bir odam I like ice cream desa, siz qo'pib I like ice cream as well desangiz bo'ladi demakchi. To ni o'rniga ishlatsangiz bo'ldi. Albatta, o'qma o'xshash degan gap emas, ikkisining ma'nosi. Lekin bugungi darsimizdagi ma'nosi shu to'g'ri o'xshab ketadi demoqchi. Mu degan ma'nosi bor. Okay? Number 4, suit. Bu yarishish degan gap. Masalan, kiyim yarash deymiz-ku, o'xshab qilib yarishish emas, shumi bu? Bu kiyimning yarishi ortidan yarishish, okay? Masalan, this dress doesn't suit me desin bo'ladi. Bu ko'ylak menga yarashmaydi degan bo'ladi, okay? Shu yarishish demoqchi. Number 5, pretty. Pretty degan chiroyli degan gap. Savodishlar bu so'zni biladi. Bu ham bir takrorlash bo'lib qoladi. Okay? Chiroyli. Number 6, smart. Smart ningki aqlli degan ma'nosini biladi savodishlar. Oldingi darsda uchirdi bu gap. Darsning mazmunini uchirmadi, men misol qilib berdim. Oldingi darsda. 105-darsda. Ya'ni intelligent o'xshab ketadi degan to'qo smartning ma'nosini aqlli deb. Ashtaq ma'nosi bor smartningki demoqchi. Lekin bugungi darsimizdagi ma'nosi u emas. Chunki bugungi darsimizdagi ma'nosi moda degan ma'nosi bor bugungi darsimizda. Okay? Hag'imni ya'ni dialogni o'rganish jarayonida o'rganib ketsangiz, xo'sh, unda biz dialogga kirib ketaylik. Dialog kirishdan burun albatta temasini darsningki tushunmasak bo'lmaydi. Qarasangiz, it's too small deydi. To ningki abayqi biz mu degan ma'nosidan boshqa yana bir ma'nosini biladi savolishlar. Masalan, to'limi intayin degan ma'nosi bor to'ninki. Albatta to'limi intayin bo'lib kelganda ismning oldiga keladi. Masalan, ism deymina sifatning oldiga keladi. Small degan sifat qo'y, masalan, kichik degan gap, too small degancha to'limi kichik degan gap bo'ldi-ku. Endi jumlaning oxiriga kelganda chunma to mu degan ma'nosi bor, demak, abayqida ekan. Masalan, bir odam I like ice cream desa, siz qo'pib I like ice cream too desangiz, ayada
men mu marojnini yaxshi ko'rman deki mu degan ma'nosi bor dedim-ku. Demakchi to'ninki amaliyotda ikki ma'nosi bor. Bir shu borada ikkili ma'nosini bilgan bir selishtirib oldik-ku. Takror qilyotdi. Okay? Uzun gapning qisqasi it's too small degan darsimizninki temasining ma'nosi nima? U to'liq kichik degan gap. Okay? Bir narsa qartilganga albatta. Unda qiyos qila olasiz kiyim-kechakning gapi bo'ladi bu darsda. Yoki bo'lmoqchi. Okay? Kiyim-kechak qartilgan, u to'liq kichikkan degandek-ku. Xo'sh, temasi shukan, endi savol bor biz bilib olishga tegishli savol. Ya'ni dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol-ku. Bu savol nima? Qarang, conversation. What kind of dress does the lady want? What kind of dress deganni savollashlab biladi. Kind deganni xil deb o'rgangan. What kind degani qaysi xil yoki nima xil degan gap qo'y. Of dress degan ko'ylakning, masalan, ko'ylakning qaysi xili demakchi qo'y. Yoki qanday xildagi ko'ylak deb tushunsak bo'ldi, what kind of dress ni. Nima deydi? Does the lady want? Bu bir savol jumla albatta, savol jumlada qanday? Ya'ni ish harakatini bildirgan savol jumlada yordamchi fe'l does keladiganligini bilasiz. Jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik, ya'ni lady. The lady. Okay? Ya'ni ayol degan gap qo'yadi, xonim. Undaqsa xonim want ni deb tushunsak bo'ladi. Qilmoqchi bo'lish, og'usi bo'lish degan ma'nosi bor. Aldingi dars uchirdi bu so'z, Demakchi, ayoliq xonimning qanday xildagi ko'ylakning og'usi bor degandek bir gapkan bu. Okay? Ya'ni does degan yordamchi fe'lninki want degan fe'l uchun xizmat qiladiganligini yoki shuningga yordamchi bo'lib kelayotganligini unutib qolmaylik, Want degan haqiqiy fe'l, ya'ni og'usi bo'lish degan ma'no bildirsa, does degan shu bir savol jumla bo'lg'achqa yordamchi fe'l keladi-ku. Buni bilasizmi? Does the lady want degan shu xonim olmoqchi degan gap. Undaqsa, what kind of dress ni abam dedik, qanday xildagi ko'ylakni deb. Undaqsa birlashtirsak nima bo'ladi bu savolning ma'nosi? Xonim qanday xildagi ko'ylakni olmoqchi degan bo'ladi. Okay? Xo'sh, undaqsa savolni tushundik. Endi biz qanday? Albatta, dialogni o'rganib bo'lib, savolga javob beramiz unutib qolmang. Biz qarang boshlab ketdik. Assistant boshlabdi gapni. Mana har bir bo'lakning udulida bir rasm turdi-ku. Undaqsa har bir rasm uchun bir bo'lak gap bor ekan qarang. Selishtirib o'rgansak yaxshi qarang. Assistant boshladi gapni. Assistant degan nima bilasiz? Yordamchi degan gap. Endi shop assistant bo'lsa nima bo'ladi? Do'kon yordamchisi bo'ldi. Do'kon yordamchisi degan amaliyotda kim? Prikazchik qartilgan-ku. Undaqsa assistantni nima tarjima qilsak bo'ldi-ki? Prikazchik deb tarjima qilsak bo'ldi. Qarang, prikazchik gapni boshlabdi. Do you like this dress, madam? Yana bir qatim, Do you like this dress, madam? Deb so'rasa, lady nima javob berdi? Xonim nima javob berdi? Yoki ayol nima javob berdi? I like the color very much. I like the color very much. Deb bo'lib, it's a lovely dress. It's a lovely dress. But it's too small for me. But it's too small for me. Amaliyotda bir murakkab jumla, ya'ni pash orqali ayirib o'tilgan-ku, ikki oddiy jumla. Qarasangiz, bir vaqt o'qib boqaylik, bir butun jumla shaklida o'qib boqaylik, qarang. It's a lovely dress, but it's too small for me. Okay, lady ashtadi dedi, shunlar assistant nima dedi? Ikkinchi rasmni qarasangiz, what about this one? What about this one? Desa lady lady kimda kechiranga. Men lady qarab qopdim rasmda. Bu butunlay assistantning gapi ekan. What about this one? Deb bo'lib, it's a lovely dress. It's a lovely dress. Deb bo'lib nima deydi yana? It's very smart. It's very smart.
Tapılıp nim dedi? Short skirts are in fashion now. Short skirts are in fashion now. Tapılıp, would you like to try it? Would you like to try it? This is a lady nim dedi? All right. All right deydi, ha? Okay, endi üçüncü resim keldi qarang. Üçüncü resimning ududiki mana bo'lakni o'qaydi qarang, ha? Yana lady gap qilibdi. I'm afraid this green dress is too small for me as well. I'm afraid this green dress is too small for me as well. It's smaller than the blue one. It's smaller than the blue one. I don't like the color either. I don't like the color either. It doesn't suit me at all. It doesn't suit me at all. I think the blue dress is prettier. I think the blue dress is prettier. Could you show me another blue dress? Could you show me another blue dress? I want a dress like that one. I want a dress like that one. But it must be my size. But it must be my size. This assistant in the job, Betty. I'm afraid I haven't got a larger dress. I'm afraid I haven't got a larger dress. This is the largest dress in the shop. This is the largest dress in the shop. Hoş arkadaşlar, ben sizler natanıştak tuyuldu. Abim, malum siz ügetmegen bazı sözler çıkıvatıdı o dep oylap kalgan boluşunuz mümkün. Bunun sebebini men bilime, hazır düşündürme qaranga, aldırmana. Okay, oquluşu müşünçilik bolsun arkadaşlar. Agar xalısınız qandaq videonu keyingi azıraq yandırıp qayta anlaşını bilesiz go. Okay? Oquluşunu müşünçilik qılaylı, qağını özünüz keyingi yandırıp jiq məşq qılıb anlap, doğrab oqugaysiz. Hem de bizim ma'nilari bilan tanışıp chiqaylik qarang, ha. Tekstning ma'nisi bilan tanışıp chiqsa qarang. Assistant deb boshlabdi gapni. Do you like this dress, madam? Bu jumlani tushunish tez emas. Do you like this dress degan nima? Siz bu ko'ylakni yaxshi ko'ramsiz degan gap bu. Madam degan xonim. Ya'ni siz bu ko'ylakni yaxshi ko'ramsiz, yaxshi ko'rdingizmi yoki yaxshi ko'ramsiz deb olamizmi uyg'urcha jonliq desak, ha. Siz bu ko'ylakni yaxshi ko'ramsiz, xonim deb so'radi. So'rsa, lady nima javob berdi? I like the color very much. Al bilan bir gapni deb qo'yay, ismning borida. Ma color degan so'z qarsangiz C O L O U R deb spell qilibdi. Bu nima desangiz amaliyotda angliyacha spell qilinishi, ya'ni harf bilan yozilishi, amerikanchada ma U harfi tushib qoladi. Mana bir deb qo'yay, ismning borida. Bu kitob angliyalik kishi tuzgan kitob bo'lg'ashqa qanda angliyacha yozilishda olgan ma so'zni. Okay? Agar amerikalik tuzgan bo'lsa, bu kitobni qandaq U harfini olmagan bo'ladi demoqchi. Okay? O'qilishi o'xshash, lekin yozilishi shunday farqlanadi demoqchi.
Angliya ingliz tili bilan Amerika ingliz tilining farqini men boshdan tortib ancha-muncha deb kelyapman. Hozirgacha xili bir yaxshi tushunchaga ega bo'lib qoldingiz. Cho'ng farq yo'q ekan shu. Ayan bu yanda bu yanda azdir ko'pdir farqlar bor ekan deb bilib qo'yasiz albatta. Talaffuzda xili farq bor. Masalan, Amerikalılar r'ni oladi, r harfini, masalan, bo'g'imning keyindagi r harfini. Angliyaliklar qanday olmaydi. Masalan, mushu so'zda, mushu color degan so'zda birsi yezishda farqlanadi dedim. Amerikalılar u ni yozmaydi, Angliyada u ni yozadi. O'qilishida Amerikalılar color deb r ni chiqarib o'qiydi. Angliyaliklar qanday color deb o'qiydi, r ni o'qimaydi. Mushu ikki farqi bor. Okay? Mushu so'z haqida to'xtalganda. Okay? Hozircha shunchalik bo'lsin, bu gapimiz gap bak chatnab ketmasin. Xo'sh, shunda olsa, colorni bilib oldik. Endi mana jumlani tushunsak, I like the color very much degan nima? Men yaxshi ko'raman rangini nihoyat ko'p. Ya'ni rangini bak yaxshi ko'raman degan gap bor. Diqqat qiling, ha. Bu sal diqqat qilmasangiz qaysi bo'lib ketdi deb anqirayolmay qolasiz. Chunki almashtirib sinaydi emasmi? Almashtirib, hali aning gapi, hali mening gapi bo'lgan qaysi bo'lib ketdi bilolmay qolasiz. Diqqat qilib turing. Gapimiz qaytib kelsak, assistant ya'ni prikazchini deb so'raganda, siz bu ko'ynakni yaxshi ko'ramsiz, xonim deb qo'liga bir ko'ynakni olib turib so'raganda, xonim dedi, bu ayolning dedi, I like the color very much. Men rangini bak yaxshi ko'rdim dedi. Deb bo'lib, it's a lovely dress. Nihoyat chiroyli, lovely degan hamda so'yimli, chiroyli, yaxshi degan ma'nosi bor. Albatta ko'ynak ishlatganda qanday nihoyat chiroyli ko'ynak ekan deb olsak bo'ldi. Okay? It's a lovely dress. Bu bir chiroyli ko'ynak ekan deydi. Deb bo'lib, jumla tugamabdi qarang, passion qo'yib o'tib, it's a lovely dress deydi. But it's too small for me. Lekin u too small, to'limi kichik for me, men uchun. Bu menga sal kichikkan, menga bak kichikkan deb olsak bo'ldi-ku. Sal emas bak, bu menga bak kichikkan, men uchun bak kichikkan yoki menga nisbatan bak kichikkan deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Deganda assistant nima dedi? Qarang, qo'liga yana bir ko'ynakni olib, o'xshamaydi ikkinchi rasmdagi ko'ynak. What about this one? What about savol boshlab biladi? Chu degan gap. Masalan, achu, machu, ma cho'ngchu, ma kichikchu degandagi chu, What about degan shu gap. This one degan ma birsi degan gaplar. Ma birsi deydi. Majmundagi one ni biz shu 30-chi darslarda bir uchratgan yoki 20-chi darsda. One nimishada qandaq ma birsi deb elishning hojati mauchu deb olsak bo'ladi-ku. Esingiz keldi, cho'qim. That's what about this one deganingda olsak bo'ldi. Mauchu deydi. Okay? Asta tushunsak bo'ldi. Deb bo'lib, it's a lovely dress. U bir chiroyli ko'ynak deb bo'lib, it's very smart. Back moda deydi. Smart nabiyam degan to'q, moda degan to'q. Back moda deydi. Deb bo'lib, short skirts are in fashion now. Short degan qisqa savollar biladi. Skirts degan nima? Yopka. Belning to'nikildigini yopku. Belning ustikildigini ko'pda shundami? Yopka juma skirts degan. Daha sonra short skirts degan nima? Qisqa yopkalar degan gap. Are bo'lsa in fashion. In fashion degan nima? Moda degan gap. Ya'ni moda iqim ichida degan ma'nosi bor. Fashionninki moda iqim degandek ma'nosi bor. In fashion nima? Amaliyot qilgan bu so'zni. In fashion degan shu moda ichida, moda iqim ichida demakchi. Ya'ni qisqa yopkalar moda iqim ichida hozir bu jumlani nima deb tushunamiz jonliq tilda? Hozir qisqa yopkalar moda deb tushunsak bo'ldi. Okay? Deb bo'lib, would you like to try it? Would you like degan savol boshlab bildi. Bunda qilishni xohlamsiz degan gap. Nimani xohlamsiz demakchi? To try it. Try degan sinash degan gap, it degan uni, ya'ni uni sinab beqishni xohlamsiz deb olsak bo'ldi-ku. Okay? Lady deb javob berdi bu gapga. All right, ma'qul deb tushunsak bo'ldi. All right degan ma'qul bo'ladi degan gap. Deb bo'lib, lady bunday deydi qarang. Sinab chiqdi deydi, kiyib chiqibdi qarang. Qiz prikazchika ham qo'lida tutib ko'rsatgan ko'ynakni lady qanday kiyib chiqibdi qarang, ustiga qarang, mana 3-rasmda. Kiyib chiqib nima deydi? I'm afraid this green dress is too small for me as well.
I'm afraid degan savolashlar biladi. Men ansirayman. Nimadan? That. Men ansirayman shuningdan. Ya'ni deganda ishlar bir jumla miyadiki. That chiqib qolgan jumla. Savolashlar ma'lum bu jumla shakli, ha? I'm afraid that this green dress is too small for me as well. Deki that chiqib qolgan. That o'zining kendidan bir jumlani agashtirib kelib, ya'ni agashim jumlani o'z ichiga olgan bir murakkab jumlani tuzaydi-ku, bilasiz, ha. Now, so I'm afraid that this green dress is too small for me as well degan nima bo'ldi? This green dress dan boshlab tushunsak, bu yeshil ko'ylak bo'lsa too small, to'liq kichikkan men uchun for me as well. Alaqa too ba'o yodingizda bor. Mesela men marojnini yaxshi ko'raman degan o'xshaydi degan as well ne. Undaqsa endi tushunsak ular bu yeshil ko'ylak men manga bek kichik kelib qoldi ekan deb olsak bo'ldi-ku. Ya'ni bu yeshil ko'ylak degani qaraganda yana qasi ko'ylak bu ayolga kichik kelib qolganda yodingizda bor. Eng beshidagi assistantniki prikazchikniki ko'ylakni yaxshi ko'rdingizmi degan chaqda ayol nim deganda yodingizda bor. Rangni yaxshi ko'rdim, chiroyli ko'ylak ekan deb, lekin manga bek kichikkan degan to'g'ri. Demak, birinchi ko'ylakni manga kichikkan dedi. Endi men ikkinchi ko'ylakni manga kichikkan demoqchiman. As well degani shuni ishlatayotgan mana siz cho'qim taqatdingiz, men har ehtimol qarshi deb qo'yishim. Okay? Undan bu jumlani I'm afraid this green dress is too small for me as well. Nim deb tushunsak bo'ldi. I'm afraid men nim deb bergandim. Savolashlarga yodingizda bor. Hey, mundamikin deb olsak bo'ldi-ku. Ya'ni men mundamda bo'lishdan ansirayman degan gapni hey, mundamikin deb olsak bo'ladi degan yodingizda bo'lsa. Olsak bo'ldi, qarang. Bu yeshil ko'ylak manga kichik kelib qolarmikin deb olsak bo'ldi. I'm afraid degani shu men ansirayman degan gap. Bu men ansirayman degan gapni uddul desak, ma jumlaga singdirib. Men degandek kasi jonli bo'ladi demoqchi, men degandek tarjima qilinsa. Buni tubsiz olsaqanda men bu yeshil ko'ylakni manga kichik kelib qolar, manga bek kichik kelib qolarmikin deb ansirayman degan gap so'z ma'nosida bo'yicha tushunsak, lekin Uyg'urchada unda gap yo'q-ku, ansirayman demaymiz-ku. Undamda miki, undamda bo'lib qolarmiki desak shu shunda bo'lishni ansirayman degan ma'no chiqadi-ku, men gapni tushundingiz, ha? Okay? Uzun gapning qisqasi, men bu yeshil ko'ylakni manga bek kichik kelib qolarmiki deb ansirayman degan gapni hozir degandek bu yeshil ko'ylak manga kichik kelib qolarmiki deb olsak bo'ldi. Deb bo'lib, it's smaller than the blue one. Nima degan gap bu? Nereden chiqdi bu smaller deb? Small deb degan to'q. Bu smaller degan nima? Sizni yangi bir temaga qaytib kelganingiz, sizning yangi bir temaga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz degan. Xo'sh, abiyam biz small deb degan shunday qo'y kichik deb. Kichik degan nima? Sifat. Savolashlar ma'lum. Cho'ng, kichik, qandaq degan savolga javob bo'lib keladigan so'zlarning hammasi sifat bo'ladi-ku. Undan small degan kichik. Qandaq kichik sifat demoqchi o'g'lim. Bundaq bir ish bor ingliz tilida qarang. Sifatlarning asl darajasi, selishtirma darajasi, eng yuqori darajasi deydigan bir uqum bor ingliz tilida. Albatta Uyg'ur tilidan bor. Biz shu diqqat qilmag'achqa, balki sapsalmag'achqa bilmaymiz. Balki tilimizda atab yurmaymiz. Uyg'ur tili o'zimizning tili bo'lgandan keyin. Ingliz tiliga qaytib kelsak, hozirgi gap bo'yicha sifatlarning 3 darajasi bor dedim. Asl darajasi, selishtirma darajasi, eng yuqori darajasida. Ma'lum nima degan gap? Amaliy misol bilan tushuntiring desangiz, qarang. Small degan qanday? Asl darajasi. Kichik degan gap bu. Undan so'ng selishtirma darajasi degan nima? Qarang. Smallning keniga er qo'shimchasi qo'shiladi. Qo'shilib smaller bo'ladi. Bu kichikroq degan gap. Undan so'ng asl darajasini kichik deb olsak, selishtirma darajasini kichikroq deb olganmiz-ku. Undan so'ng ma'lum bu gapimizdan qaraganda
Okay, asl derecesi dediniz, seliştirme derecesi dediniz, abiyam en yukarı derecesi dediniz. Aşının bir devletin anındağızı toluk bir düşüneyle desiniz, qarana. Small'ın kayniga qanda EST qo'shilsa, en yukarı derecesi yazıldı. Yani en kichik degan gap qaran. Small degan kichik, smaller degan kichikroq, smallest bo'lsa en kichik bo'ladi. Mana buni bu ahvolni biz qanday sifatlarninki 3 derecesi deb ataymiz. Mush ahvol shu demakchi. Sifatlar 3 derecega bo'lindi. Asl derecesi, selishtirma derecesi, en yuqori derecesi deb. Okay? Har qanday sifat shu. Albatta hammasiga ma qoida tushib olmaydi. Masalan, asl derecesinin kayniga ER qo'shib, selishtirma derecesini yasaydigan, EST ni qo'shib, en yuqori derecesini yasaydigan ma qoida tushib olmaydi. Ba'zilarga boshqa bir xil usul bilan o'zgartimiz asl derecesini selishtirma va en yuqori derecesiga. Hozircha shunchalik bilib tursangiz bo'ldi. Okay? Oldimizda so'zlaydigan narsa jiqdi. Xo'sh, uzun gapning qisqasi smaller degan nima? Kichikroq, bo'ldimi? Than degan nima gap endi? Kechiringlar deb men yangi so'zlarning qatorida gapirmoqman. Than degan g'a qaraganda degan so'z. G'a qaraganda. Masalan, bu A'nın qaraganda, yani ma'u A'nın qaraganda kichikroq degan nimamiz qarang. This one is smaller than that one deymiz. Okay? Yana bir qatimda ya. This one bu birisi degan gap bu. Is bo'lsa smaller, kichikroq than g'a qaraganda that one A'nın g'a, A birisiga. Yani bu gapni nima tushunimiz jonli tilda ma birisi A birisiga qaraganda, yana bir qatim. Ma birisi A birisiga qaraganda kichikroq degan gap ma'lum. Majmunning ma'nosi. Bo'lsa, masalan, qizili ko'kidan kichikroq degan nima deymiz? The red one is smaller than the blue one deymiz. The red one is smaller than the blue one. Yani qizil birisi ko'k birisiga qaraganda kichikroq degan gap qo'yanda. Uyg'urchada qizil birisi ko'k birisi deb olmaymiz. Qizili ko'ki deb olamizmi? Ha, shunday shu gap. Undan so'ng qizili ko'kiga qaraganda kichikroq degan gapni mushta ifodalaymiz. Qo'shimda olsa smallerni bildingiz. Smallninki selishtirma darajasi ekanligini. Uning kaniga thanni qo'shib plan narsaga qaraganda kichikroq deb ifodalaydiganligini bilib oldingiz, shundaqmi? Okay, muborak bo'lsin. Endi ma jumla qaytib kelsa qarang. It's smaller than the blue one. U bo'lsa kichikroq nimaga qaraganda? Ko'kiga qaraganda degan gap. Okay? Ya'ni I'm afraid this green dress is too small for me as well degan nima tushungan qabiyam. Bu yeşil ko'ylak bu yeşil ko'ylak as well degan bu yeşil ko'ylak menga nisbatan bak kichikmikin, kichik bo'lib qolarmikin deb olgan tuqqandan yeşil ko'ylakni kichik bo'lib qolarmikin degan gap ekan. It's smaller than the blue one. Bu ko'k birisiga qaraganda yoki ko'kiga qaraganda kichikroq ekan demoqchi ekan bu. Okay? Hozir abim men darsdan beshi degandan sal diqqat qilsangiz qosining qosi ekanligini tuqamay qolsiz deb. Boshlikisini ko'rib, rangini yaxshi ko'rdim, u chiroyli ko'ylak ekan deb bo'lib, lekin u menga sal kichik, menga bak kichik ekan degan to'g'ri. Deb bo'lib, endi qanday? Ma yana birisini ko'rib, yana birisini hatto kiyib sinab biqib, bu yeşil ko'ylak menga nisbatan bak kichikkan, kichikmikin, kichik kelib qolarmikin deb bo'lib, endi qanday deydi? Bu ko'kidan kichikroq ekan deydi demoqchi. Selishtiruvda qarang. Amaliyotda bugungi darsningki markaziy ideyasini yoki eng muhim nuqtasini deb bersam, o'sha selishtirishni o'ziga asos qilgan bugungi darsimizning mazmuni. Okay? Uzun gapning qisqasi it's smaller than the blue one degan nima? U ko'kidan kichikroq ekan demoqchi. Qaysini demoqchi? O'sha kiyib olgan yeshilini demoqchi. Okay? Bir qancha sinab boqamsiz degan to'g'ri, ma'qul deb bo'lib endi sinab beqib nim dedi.
bu yeşil ko'ylak mu menga sal kichikmikin, bak kichikmikin deb bo'lib endi va ko'kidanmi kichikkan demakchi, ko'kka qaraganda kichikroq ekan demakchi. Endi deydi yana ma 4-chi rasmda I don't like the color either. Bu either degan nima endi? I don't like the color deganni men rangini yaxshi ko'rmadim deb olamiz. Either degan-chi. Either deganmi amaliyotda mu degan gap. Lekin bu o'xshamaydigan mu. Qanday mu desangiz, either degan inkar jumlalarda keladigan mu. Masalan, sizdan birinchi odam desin, I don't like ice cream deb. Endi ikkinchi odam uning agishib, men mu yaxshi ko'rmayman marojnini desin qarang. I don't like ice cream either degan yerda ishlatiladi. Unda esa bu gapni nima xulosa chiqdi? Okay, to deganni albatta bo'lishliq jumlalarda ishlatilganmiz. Mu deb. Masalan, men marojnini yaxshi ko'raman desa bir odam, yana bir odam qo'yib men mu marojnini yaxshi ko'raman degan yerga bu yerdagi mu'ga to ni ishlasak, ma bu either-chi bu mu. Lekin inkar jumla, ya'ni bo'lishsiz jumlaga ishlatilgan bu. Masalan, bir odam I don't like ice cream desa, siz qo'yib I don't like ice cream either deydi ekansiz. Tushundingizmi? Okay? Ashta qilib, asta-asta ingliz tilini qanday murakkablashib ketyapti, buni diqqat qilyapsiz. Qarang, lady uzun gapning qismi 4-chi rasmda nima dedi? I don't like the color either dedi. Men rangini mu yaxshi ko'rmadim degan gap. Ma bir inkar jumla o'g'ashqa either kelyapti. Agar rangini yaxshi ko'rdim degan bo'lsa to yoki as well ni ishlatgan bo'ladi. Yodingizda bilyapsiz. I don't like the color either. Men rangini mu yaxshi ko'rmadim deydi deb bo'lib, it doesn't suit me at all. It doesn't suit me no bir nima tushunamiz. Suit degan obyemen deb bergan yarishish. Okay? It doesn't suit me degan u menga yarashmaydi ekan degan gap. Okay? U menga yarashmaydi yoki. Okay, at all nicho. At all degan qilchimi deb tushunsak bo'ldi. At all. Bu so'zni o'rganib qo'ymayman xatolashmasam. Darsning mazmuni bir chiqlab ketgachga yodimda qolmadi, kechiring. At all deganni cho'qim o'rgandik deb yodimda bor. Agar o'rganmagan bo'lsa, hozir o'rgandingiz. Qilchimi qat'iy degan gap bo'lib, bumi bo'lishsiz jumlada ishlatiladi. Masalan, bu u menga yarashmaydi degan gap bo'lmaydi. It doesn't suit me degan. U menga yarashmaydi ekan yoki u menga yarashmaydi ekan. Bu birlik inkar jumlamda qarasangiz, u yarashmaydi ekan. Inkar jumlalarda ishlatiladigan qat'iy deb tushunsak bo'ladimi? At all ni. It doesn't suit me at all degan u menga qat'iy yarashmaydi ekan degan gap. Agar at all olmagan bo'lsa, u menga yarashmaydi ekan deb to'xtab qoladi. At all ag'ashqa u menga qat'iy yarashmaydi ekan deb olmaydi demakchi. Okay? Yine bo'lishsiz jumlaningki, bo'lishliq ma'nosini kuchaytirib berish rolini o'ynaydi at all miyada. Okay? Deb bo'lib nima dedi? I think the blue dress is prettier. Meningcha, I think meningcha degan gap qo'y yoki men o'ylayman degan gap qo'y. Nimani? The blue dress is prettier. Blue dress, ko'k ko'ylak degan gap is prettier. Prettier degan nima? Ma'lum bo'lsa pretty deb o'tgan to'g'ri. Amaliyotda pretty ni qanday? Pretty yana chiroyliqningki selishtirma darajasida deb tushunsak bo'ldi. Lekin men bir ahvol bor. Biz pretty ni qanday o'rgangan? Pretty ni nimaga dars qarasangiz pretty ni eng oxirgi harfini y bilan oxirlashadi deb o'rgangan. Undan so'ng buniki selishtirma darajasi qanday bo'ldi ekan? Shu y ni eng oxirgi harf bo'lgan y ni a ga o'zgartirilib, undan keyin er qo'shilib ketdi. Bundan bir haqiqatni tushundik. Haqiqat deb turayli. Hozircha bu gapni. Demakchi o'g'lim pretty degan asli darajasi sifatningki, chiroyliqningki. Uningki nimasi? Selishtirma darajasi nima bo'ldi? Prettier bo'ldi deyli. Xo'sh, eng yuqori darajasi nima bo'ldi? Prettiest bo'ldi. Prettiest. Okay? Oh, sorry. Bir teach qopdi, ha? Shun qizil belgi chiqib oldi. Xo'sh, pretty, prettier, prettiest bo'ldi-ku 3 darajasi. Pretty, chiroyli, asli darajasi. Prettier, chiroyliroq,
prettiest ang chiroyli bo'ldi. Gapni tushunishlik bor. Okay? Xo'sh, shunday bo'lsa, I think the blue dress is prettier deganni nima deb tushunamiz? Meningcha ko'ylak chiroyliroq ekan deb tushunamiz. Mayalarda selishtiryapti-da, avu deb selishtirib bakib, aning qarshi andaq, maning qarshi mandaq, oxir aylanib kelib qandaq. Eng boshdagi ko'ylak bu mavu. Eng boshdagi ko'ylakka berib to'xtadi. Kelib to'xtatdi. Ma prikaz eng boshda shuni ko'rsatgan-ku, yodingizda bor. Okay? Xo'sh, I don't like the color either dedi. Men yeshil rangni demoqchi, ama hozir ustiga kiyib olgan ko'ylakninki. I don't like the color either. Men rangini yaxshi ko'rmadim deb bo'lib, it doesn't suit me at all. Bu faqat menga mos kelmaydi ekan, yarashmaydi ekan deb bo'lib, I think the blue dress is prettier. Menimcha ko'k chiroyliroq ekan dedi deb tushunsak bo'ldi. Another lady yana nima debdi? Could you show me another blue dress? Could you show me? Degan gap bu could you show me degan. Could degan nima? Amaliyotda could degan can'ninki o'tgan zaman shakli deb tushungandim men, yodingizda bo'lsa. Could degan can'ning o'tgan zaman shakli deb tushungan. O'tgan zamonda ishlatadi. Masalan, can you deb so'rasa, kechiring, xato misol olib qoldim men. Men yoki yozib tushuntiraychi. Yozib tushuntirsak osonroq bo'ladi. Okay? Masalan, I can go now. I can go now desak, masalan, oddiy bir misol beryapman-ku. Men hozir mang'alayman degan gap. I can go now degan. Men hozir mang'alayman. Can ma'nosini bilasiz. Qilalayman, italayman, bu bir imkon bela. Xo'sh, shunday bo'lsa, buningki o'tgan zaman shakli bordi. Nima deydi u? Masalan, men to'nigun bora olgan edim. Demak, shusoq nima deymiz? I could go yesterday deymiz ku. I could go yesterday, men to'nigun bora olgan edim. Okay? Shunday bo'lsa, I can go now degan, men hozir bora olayman degan gap. I could go yesterday degan, men to'nigun bora oldim yoki bora olgan edim degan gap bu. Buning nima xulosa chiqdi? Couldning can'ning o'tgan zaman shakli ekanligidan iborat bir xulosa chiqdi. Endi hozir bizga uchragan could nima could desangiz, o'tgan zaman shakli emas. Can'ning o'tgan zaman shakli emas, balki boshqa bir ma'nosi bor. Ya'ni takalluf bilan boshqalardan bir narsani so'rashda ishlatilgan bir so'z. Takalluf ma'nosi bor. Masalan, could you help me desak nima bo'ladi? Buni takalluf bilan menga yordam qila olasizmi deganimiz bo'ladi. Bu can you help me den sal takalluf aralashgan ma'nosi bor degan gap. Can you help me desak, takalluf tubsiz ishlab so'ragan bo'lamiz, masalan, menga yordam beramsiz deb yoki menga yordam bera olamsiz deb. Could you help me desakchi, menga yordam bera olasizmi degan ma'no bildirdi. Ya'ni can ga qaraganda bakrak takalluf ma'nosi bor demakchiman, couldningki. Okay? Menga yordam bera olasizmi? Can you help me necho? Menga yordam bera olamsiz? Tuzla. So'rag'inimiz could you help me desak, menga yordam bera olasizmi deb so'rag'inimiz bo'ladi demakchi. Okay? Xuddi shundaqli shuni o'xshash tushunsak bo'ldi ma jumlani. Ya'ni lady, ya'ni xaridor ayol nima deb so'rdi? Could you show me dedi. Men ko'rsatalamsiz degan gap bu. Show me degan ko'rsatalamsiz menga. Okay? Ya'ni could you show me men ko'rsatalasizmi? Ko'rsatalasizmi? Hozir o'zim deb turib o'zim azaydatni, demak inkor deymina takalluf ma'nosini aralashtirsak bu gapga. Could you show me degani menga ko'rsatalasizmi degan gap. Nimani? Another blue dress. Yana bir ko'k ko'ylakni deydi. Another savol ishlab biladi. Yana bir boshqa bir degan gap bu. Blue dress, ko'k ko'ylak. Demakchi, menga boshqa bir ko'k ko'ylakni ko'rsatalasizmi deb so'radi deyli, naydi takalluf bilan. Sababi could-ni ishlatyapti. Okay? So'rab bo'lib nima dedi yana? I want a dress like that one. Qarama ayol, boshdagi prikazchikning eng boshdagi ko'rsatganini bigiz barmog'ini ko'rsatib turib deyapti. I want a dress like that one. I want degan maqsad degan gap yoki men olaman deb tushunsak bo'ldi. A dress bir ko'ylakni like degan o'xshash degan gap.
that one birisiga, ya'ni anınğa degan gap bu amaliyotda. Men anınğa o'xshash bir ko'ylak olaman deydi. But lekin it must be u bo'lishi kerak. B degan bo'lish, BP'ning asl shakli. It must be degani shu u bo'lishi kerak degan. Nima bo'lishi kerak yoki qanday bo'lishi kerak? My size mening razmam dedi. Size degan razma degan gap bu yoki cho'ng kichikligi. Okay? Uzun gapning qisqasi but it must be my size degan, lekin u mening razmam bo'lishi kerak degan gap bu. Mustni bilasiz, qilish kerak, etish kerak, amiyada bo'lish kerak demoqchiman. B ning ma'nosi BPL'dagi B ning ma'nosi nimada bo'lish degan ma'nosi bor. It must be my size degani shu mening razmam bo'lish kerak deydi. Undan bu ladyning hozirgi shu 5-rasmga munosabatli gapining ma qismini nima deb tushunsak bo'ldi ekan. Menga yana bir boshqa bir ko'ylakni ko'rsatalasizmi deb bo'lib, men anonga o'xshash bir ko'ylak olatdim deb bo'lib nima dedi. Lekin u mening razmam bo'lish kerak, mening cho'ng kichikligimda bo'lish kerak deb davotdi-ku. Buni tushundingizmi? Deganda assistant bunda deb javob berdi. I'm afraid I haven't got a larger dress. I'm afraid deganni bilasiz, bak jiq uchirdi. Mundamiki deb asaq bo'ldi-ku yoki men ansirayman deb. Tuzlar o'z ma'nosi bo'yicha. Ya'ni I'm afraid that I haven't got degani men ansirayman, menda yo'qligidan yoki menda yo'qmiki deb asaq bo'ldi-ku bu gapni. Okay? Nima deydi? A larger dress. Large deganni bilasiz. Large degan cho'ng. Larger bo'lsa, endi hozir bilib oldingiz. Sifatlarningki asl darajasining kaniga er yoki r qo'shilib kelsa, shuni selishtirma darajasi yo'qoladi. A larger dress degan bir cho'ngroq ko'ylak degan gap. Undan so'ng men ansirayman, menda yo'qligidan cho'ngroq bir ko'ylakning, undan so'ng cho'ngrog'i menda yo'qmiki deb ansirayman yoki cho'ngrog'i menda yo'qmiki aytang deb asaq bo'ldi-ku. Okay? Kim tushunishliqmi? Ya'ni cho'ngroq razmisi demakchi. Bari shu demakchi-ku buningda. Okay? Develop this is the largest dress in the shop. Largest degan nima? Abay larger ni qildik. Larger degan shu large ning selishtirmasi largest degan eng yuqori darajasi bo'ldi. Men degandim-ku, er yoki est qo'shilib sifatlarning darajasi o'zgaradi. Qo'shilmasa asl darajasi bo'ladi. Qo'shilsa er qo'shilsa selishtirma darajasi est yoki st qo'shilsa eng yuqori darajasi yo'qoladi. Largest degan shu eng cho'ngi demakchi. This is the largest dress in the shop. Bu bo'lsa eng cho'ng ko'ylak in the shop do'konda keladi. Demakchi ma ko'ylak yoki mao do'kondagi eng cho'ng ko'ylak edi degan gap bu. Okay? Aniq gapini o'ylasangiz qisqa yubkalar moda bo'ladi hozir degan to'g'ri. Demakchi eng cho'ngmi shu demakchi. Shunchalik cho'nglikda. Okay? Xo'sh, unda esa dialogning o'qilishini ko'rdik, ma'nosini tushundik. O'zingiz buni hisob qilmay qayta ko'rib chiqsangiz o'zingizga foydasi bor. Okay? Unda esa bu gap mishadkichi bo'lsin, qolganini o'zingizningki qayta anglab tarjima qilib ko'chirib yozib hatto yodlashib qo'yib beraylik. Bizlarga savolga javob beraylik. Qanday? Savol nima deb so'raganda, what kind of dress does the lady want? Yana ayol yoki ayol the bilib oldingiz hozirgacha the nimaligini bildingiz. Ayol demakchi, abiya biz gapini qilgan ayol. Okay? Qanday qildiki ko'ylak oladi yoki olmoqchi degan gap bu. Javobi nima? She wants a blue dress. She wants a blue dress. What kind of dress does the lady want? She wants a blue dress. Okay? Ayol yoki xonim qanday qildiki ko'ylak olmoqchi? U ko'k rangli ko'ylak olmoqchi edi. Yoki ko'k rangli ko'ylak olmoqchi desak bo'ladi. She wants a blue dress. Okay? Agar boshqacha javobingiz bo'lsa qanday? Albatta, shu videoning keyingi tiga inkas yozgan yoki qoldirib qo'ysangiz, yaxshi men inkasingizga rahmat aytman, javob qaytarman. Okay?
Unda olsa, could you show me another blue dress? Today I want a dress like that one, but it must be my size. Dedi assistant qilib, I'm afraid I haven't got a larger dress. That below, this is the largest dress. This is the largest dress in the shop today. Shuning bilan dialogimiz mushakchi bo'lsin. Endi qanday qilamiz? Albatta, issig'ida biz shunchalik tushungan vaqtimizda qanda mashqlarni ishlataylik. Qarang, lesson 108. How do they compare? Degan gap, how do they compare degan. Compare ni tushuntirib bersam, mishada selishtirish degan gap. Unda how do they compare degan, ular qanday selishtirdi degan gap. Amaliyotda unda ular qanday farqlandi degan gap. İngilizcemizdə ifadə edəmdir. Ular qanday selishtirdi deb. Bunun mənası ular qanday farqlandi deməkdir. Abim yadınızda var, mən dedim, bugün əməliyyatda bugünkü dərsinki asaslıq məğzi şu sübətlərninki əsl dərəcəsi, selishtirmə dərəcəsi və ən yuqarı dərəcəsini məşq qilishdən ibarət degandim qoy. Onda az qarang. A-dən başlaydı. A. Sophie is tall dedi. Sophie igil degan gap bu. Picho. Paul is taller than Sophie. Paul Sophie'ga qaraganda ikizrak degan gap bu. Sababini tushundim va abenda bo'ldim. C. Hans is the tallest student in our class. Hans bo'lsa eng egiz o'quvchi bizning sinfdagi degan gap bu. Okay? Qolganini o'zingiz selishtirib ko'ring. Tall, taller, tallest deb kelyapti. Okay? Abi menda bo'lgan qanday bo'lganligini, nima ish qilishda bo'lganligini. D, E, F uch rasmni selishtiradi qarang. It's hot today. Bugun havo issiq degan gap bu. E da qarang. It was hotter yesterday. Tunugun tunugun issiqroq edi deydi. Bugun qaragan tunugun issiqroq edi demakchi bu. F da the day before yesterday was the hottest day in the year. The day before yesterday bilasiz. Ülüşkün degan gap. The day before yesterday ülüşkün degan gap bilasiz. Okay? Was bo'lsa, ya'ni o'tgan zamonga wasni ishlatib bilasiz. The hottest and issiq. Hot ning kayniga est qo'shib, albatta t ni qaytilib deb ananki est qo'shib qo'ygan diqqat qilyapsiz qo'y. Ya'ni eng issiq kun idi bir yil ichidagi degan gap. Ya'ni ülüşkün bir yil ichidagi eng issiq kun bo'lgan degan gap bu. Okay? Ya'ni hot, hotter, hottest ni ko'ryapsiz, Okay, GHI qarang. There was a large crowd at the race last year qarang. There was degan ba ide degan gap bilasiz. A large crowd, bir cho'ng odamlar to'pi at the race musobaqada last year bultu. Ya'ni bultuqi musobaqada bir cho'ng odamlar to'pi ba ide degan gap bu. İkinci age demanda dedi. This year the crowd is larger. Bu yıl adamlar to'pi cho'ngroq dedi. Ya'ni cho'ngroq. Bu yilgi adamlar to'pi cho'ngroq demakchi bu. Larger. Avval large ninki selishtirmasi larger bo'ladi. Shunaqmi? Ay qarang. It is the largest crowd I have ever seen. It is the largest crowd again. U eng cho'ng odamlar to'pi degan gap bu. Qanda I have ever seen. Men hozirgacha ko'rib boqqan degan gap. I have ever seen degan hozirda tutgan zaman have seen ga qarab bilyapsiz. Seen degan nima? See bag'aldi ko'rishdiki see, ashuni tutgan shaklda tushunsangiz bo'ladi. Ever degan hozir qadar degan ma'nosi bor. I have ever seen degan shu men hozir qadar ko'rgan degan gap. Ya'ni it is the largest crowd I have ever seen degan u men hozirgacha ko'rgan eng cho'ng odamlar to'pi bo'ladi degan gap. Xo'sh, narsa large, larger, largest degan uch shaklni ko'ryapsiz, Okay, JKL degan uch rasm qaraylik. J demda dedi. The brown suitcase is heavy. Qo'ng'ir rang brown degan coffee rang degan gap qo'y yoki qo'ng'ir rang deb olsak bo'ldi. Okay? Ya'ni qo'ng'ir ranglik chamadan dedi is heavy. Eg'ir dedi. Heavy degan eg'ir qo'y. Endi eg'irroqni qanday yasaymizga qarang. K demda dedi. The blue suitcase is heavier than the brown one. Ya'ni ko'k chamadan
Qo'ng'ir ranglik chamadan yoki qo'ng'ir rangligiga qaraganda ig'irroq degan gap bu. Heavy'ni qanday yozabdi? Heavy'ning eng oxirgi y'ni ayga o'zgartirib deb, endi er qo'shibdi, mana bilyapsiz. Ya'ni heavy, heavier ko'rdingiz. Elda, the green suitcase is the heaviest of them all. Ya'ni yeşil chamadan bo'lsa the heaviest, eng ig'iri deydi. Of them all. Of them degan ularning degan gap. Mesela of them degan ularning degan gap. All degan hammasi, ya'ni ularning hammasining eng ig'iri demoqchi. Ularning hammasining ofni ning deymiz go. Tarjima qilamiz go ofni. Bilasiz buni. Okay, ya'ni yeşil chamadan ularning hammasining eng ig'iri demoqchi. Unda esa heavy, heavier, heaviest bani bildingiz. Heaviest qanday yasaldi? Heavy'ning kendiki, ya'ni ig'ir degan sifatninki asl shakliniki, asl darajasiniki eng oxirdagi y harfini ayga o'zgartirib, uniki est qo'shdik. Habimmen degan nima yodingizda bor. Nimalarni qanday yasaydik? Sifatlarninki selishtirim darajasida eng yuqori darajasini asl darajasining keyiniga er qo'shish orqali yoki est qo'shish orqali yasaydik. Albatta agar sifatning eng oxirgi harfi i bo'lib qolsa, erni yana qo'shib yurishning hojati yo'q. Vaqtda erni bevositlam qo'shsak bo'ladi. Est degan shu qoidaga yotadi, uni bilasizda. Okay? Mavo yuqorqilar og'zaki mashqlar savolashlar endi qanday o'zingiz ayrim mashq qilsangiz videoni misha to'xtatib qo'yib kaniga yondirib. Okay? Anondan keyin yana bir gap, muhim gap, how do they compare deganni nima deb tushunamiz uyg'urchada, ular qanday farqlandi deb tushunsak bo'ladi. Okay? Amaliyotda ular qanday selishtirdi degan gap. Ya'ni uyg'urchadagi ular qanday farqlandi, ular qanday selishtirdi degan gapni qanday ular qanday farqlandi deb tushunsak bo'ladi. Farqlanishi yuqori degandek, masalan, Sophie igiz, Paul Sophie qaraganda igizroq, Hans bizning sinfdagi eng igiz o'quvchi degandek. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, og'zaki mashqlar mishaqchi bo'lsin, endi yozmish mashqlarni ko'raylik, qarang. Written exercises, yozmish mashqlar. A. Look at these words. So'zlarga qarang degan gap qarang. Cold. Qanday yasabdi? Nimaga selishtirim darajasiga colder deb yasabdi qarang. Nice ni nicer deb yasabdi. Albatta coldningki oxirgi eng oxirgi harfi i bo'lmag'achqa erni qo'shdi deyli. Nicening eng oxirgi harfi i bo'lg'achqa erni qo'shib qo'ygan hol. Mana diqqat qilyapsiz. Nice, nicer. Hot, hotter. Bu hotni er qo'shib, masalan, selishtirim darajasiga o'zgartganda qanday qilibdi? Eng oxirgi harf t-ni bir qaytilib o'tib, undan erni yozibdi. Mana diqqat qiling. Okay, bu bir qoida endi. Masalan, t bilan oxirlashda qilamiz. T-ni bir qaytilib o'tib, undan er qo'shamiz. Men sizga qoida o'rgatyapti bir hisobda. Heavy-cho. Abi deganda heavy'ning eng oxirgi harfi y-ni ayga o'zgartirilib, undan er qo'shayotgan holni ko'ryapsiz. Baştan bir mashq qilsak, cold, colder, nice, nicer, hot, hotter, heavy, heavier. Okay? Xo'sh, endi mashq ishlaydiganmiz qarang. Now complete these sentences. Endi majumlarni to'liqlanglar dedi. Example. It is warm today. Bugun havo iliq degan gap bu. But it was yesterday dedi. Bundan sonra warm'ni qanday o'zgartimiz? erni qo'shib o'zgartimiz tuvandagi jumlada qarang. It is warm today degan qism o'zgarmadi, qarang. Mana bo'sh o'ringa nima yozganmiz qarang. But o'xshatadi barda it was nima? Warmer, ya'ni illiqroq edi tunugun demakchi bu. Bugun havo iliq yoki warm degan illiq. Bugun havo iliq deb bo'lib, lekin tunugun illiqroq edi demakchi ekan. Warm, warmer deb kelyapti. Mana tushundingiz. Endi qolganlarni ishlayolmaysiz, birdan boshqa albatta ishlayolasiz. Men birinchisini ishlab turman qarang. It is cool today, but it was nima? Cooler yesterday bo'ldi. Coolning kaniga erni qo'shsak cooler bo'ldi. Ya'ni bugun havo salqin degan gap. Lekin tunugun salqinroq edi, texmi salqin edi demakchi u. Okay, qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay? 2, 3, 4, 5 lan. Xo'sh, B mashq keldi qarang. Write new sentences.
Yeni cümlelerini izanla deydi. Example deydi. I'm very young. Men bek yaş degan gap bu. Ondan sonra I'm younger than you are. Degan gap bu. Men sana qaraganda yaşroq degan gapken bu. Mümkün I am the youngest in the class. Men sinfdagi eng yeshi yoki eng kichigi degan gap bu. Ondan sonra young, younger, youngest ni mushunda tuzatdi jumlalarda. Yani bakın I'm very young. I'm younger than you are. I'm the youngest in the class. Mesela üç aylan boyu çıkıp kaldı değil. Birincisi I'm very young depti mesela. Men bek kichik dep yoki men bek yosh dep. İkinchisi qo'pib men san qaraganda yoshroq depti. Uchinchisi qo'pib yoki men san qaraganda kichikroq depti. Uchinchisi qo'pib men sinfdagi eng yeshi yoki eng kichiki depti deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? Undan sonra birdan 8gacha ishlay olamiz. Albatta ishlay olasiz. Birinchisi qarang, men ishlab beraman. Birisi I'm very old depti. Men bek qari deb. Yana birisi qo'pib I am older than you are. Desa, uchinchisi qo'pib I am the oldest in the class depti. Okay? Tushundingiz? Birisi men bek qari desa, yana birisi qo'pib men sendan qariroq depti. Uchinchisi qo'pib men sinfdagi eng qarisi depti degandek-chi. Okay? Qolganini o'zingiz ishlay olasiz. Lazy ni qanday o'zgartirsangiz, y ni I ga o'zgartirilib, unda er yoki est qo'shsiz, ha? Lucky mashundaq. Sin ni o'zgartganda n ni bir qaytilib deb, undan keyin er yoki est qo'shsiz, ha? To'g'ri bevositlam er yoki est qo'shsiz. Heavy, lazy o'xshab sizda ham o'rganib bo'lgan. Fat ni o'zgartganda selishtirma darajasidan eng yuqori darajasiga. T ni qaytilib deb, undan er yoki est qo'shsiz-mi? Big mashundaq. G ni qaytilib deb, undan keyin er yoki est qo'shsiz. Qolganini o'zingiz ishlay olasiz. Okay, C mashqchi. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar deydi qarang. Example. This policeman is tall. Bu saqchi egiz deydi. But that policeman is taller. Lekin saqchi egizroq ekan deydi. He is the tallest policeman I have ever seen. U men ko'rgan, hozir qadar ko'rgan eng egiz saqchi ekan degan gap bu. Qolganlarni ashunga o'xshab ishlay olamiz, albatta ishlay olamiz. Men birinchisini ishlab beraman qarang. This street is clean. Bu ko'cha pokiz ekan deydi. But that street is cleaner. Lekin ko'cha texmi pokiz ekan yoki pokizroq ekan deydi. Undan keyin yana birisi qo'pib this is the yoki that is the that degan or this degan ma'u. This yoki that ishlatishimiz back chong. This yoki that ishlatishimiz back chong farqi yo'q, buni bilasiz. This degan ma'u, that degan or. Okay? Men that ishlatib, that ni ishlatib tuzay qarang, azroq farq bo'lish uchun. Masalan, this street is clean dedim-ku. Bu ko'cha pokiz degan gap bu. Men qo'pib that street is cleaner demoqchi. Aniki yana birisi qo'pib yoki men hashkipimni yana qaytlab that is the cleanest, that is the cleanest street I have ever seen. Ya'ni men hozirgacha ko'rib bakkan eng pokiz ko'chkan demoqchi bu. Okay? Demoqchi o'g'lima this yoki that ishlatishimiz muhim emas. Selishtirish muhim. Ma ko'cha pokizkan, ma ko'cha pokizroq ekan, bu ko'cha yoki bu men ko'rgan eng pokiz ko'chkan degandek-chi. Qolganini o'zingiz ishlay olasiz, shundaqmi? Okay. Agar xohlasangiz qanday shu yuqorqi mashqlarning hammasining javoblarini yozib, dialogning videoning tagidagi bo'sh o'ringa qo'yib qo'ysangiz men tekshirib beraman. Okay? Inkas yozdigan yerga. Undan so'ng ko'p rahmat. Davomli qilish qaysiz biz keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. Bye bye.